Assalomu alaykum aka parvozlar. Ko'pchilikni xo'roz xirillashga life hack, xirillash chempioni. Taksisiklin odam aptekada, Ciprofloxacin odam aptekada hammasi sprey, tomoqqa sepiladigan detskiy sprey. Taksisiklin bunaqa kapsulada bo'ladi. Ichini ochib turib, og'izga solasizlar xo'rozni. Bir kunda bir mahal. Agar holatiga qaraysizlar, agar holati rosa xirqis kuchayib ketgan bo'lsa, bir kunda 2 mahal qilishlaring kerak bo'ladi. Ciprofloxacinni uzunchog'i bo'ladi. 10 taligi men bunaqasini olib qo'yibman. Biz aptekada yo'q ekan. Uzunchog'idan berasizlar. Buni berib bo'lgandan keyin oradan bir 10 minutdan keyin Ciprofloxacinni solaverasizlar og'ziga. Xo'rozni katta kichikligiga qarab bitta yoki yarimta. Bundan sepasizlar sprey. Bo'ldi. Spreyni 2-3 mahal sepsalar ham bo'laveradi. Ziyoni yo'q. Hammaga rahmat aka-ukalar. Hech kim xo'roz kasal bo'lmasin.